Hozir mana Sergelida g'ishtdan qurilgan Novostroykamizda 60 kvadratlik uyimiz sotuvga qo'yildi. Mana video obzoriga kelganmiz. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalar joyida qoladi. Bu yoqda oshxonamiz, mana bu yoqda o'tirib choy ichadigan joylar, televizorlar bor. Bu yoqda shkofli qilingan. Bu yerdan bo'lsa, to'g'ridan podyezddan kirish eshigimiz, kirishimiz bilan chap qo'lda ana chiroyligina mehmonxonamiz joylashgan. Mana shu pardalar, lustra, divanlar hamma narsa qoladi. Faqat mana katta televizor ketar ekan. Bu yoqda mana shkoflar, bu yerda yotoqxonamiz. Mana bitta baho berib qo'yasizlar. Tayyor uy, kirib yashaydigan, remontlari ham yaxshi holatda. Bu yoqda hojatxona, yuvinish xonasi, mana bu kir moshina ham ketar ekan. Uyimiz Massiv Stроительныйda joylashgan, 12-metrodan 200 metr uzoqlikda. Narxi vashshi zo'r, srochniy sotilayotgani uchun 56 ming so'rashyapti. Sunnatiga yana ozgina o't beriladigan joyi bor. Hamma narsalar bilan o'rtoqlar. Agar ipotekani tezroq chiqara olaman desanglar, ipotekaga ham sotiladi. Telefon nomerlarimiz videoning tagida bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.